mana limonni gullab tuganay bo'layotgan vaqti. Mana shu holatda gullar ekan. Endi gullari changlanib mana shu holatga kelgan. Ba'zilari umuman gullamadi, ba'zilarida mana shunaqa juda ham ko'p gullari bor. Changlanib уже tuganay bo'ldi. Shunaqa. Kimga qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, aytsanglar, men sekin qo'limdan kelgancha tushuntirib beraman sizlarga. Qaysi mavzu, qaysi yo'nalishi, yerda tayyorlash, dorilash o'zim qiziqib ekkanim uchun sekin izlanib ko'p ma'lumotlar topdik. Bir yangilik bo'lib qoladi. Kim qiziqsa, so'rasa, aytib beraman o'zim, tushuntirib beraman, xudo xolasa. Qo'limdan kelgancha. Men professional dehqon emasman, baribir. Lekin hali boshida o'tgan tabib deydi. Kim qiziqsa bemalol so'rashi mumkin. Xudo xolasa tushuntirib beraman.